Qaranglar, bu İskenderiya porti. Lulu, nemishqa bundaq vaqiraysan? Chunki u Iskandariyadan tug'ilib o'sgan yurtdan sig'ingan gap. Bu butun dunyodagi eng go'zal shahar. Har qanday odam o'zining yurtini eng go'zal yurt deb o'ylaydi. İskenderiya porti amaliyotda eng go'zal port. Ana qaranglar, so'zimning rostligini bilasizlar. O haqiqatan qaltiskan. Uning uzun tarixi bor. Biz hozir kirmoqchi bo'lgan bu portning tarixi 4000 yillar ilgirki vaqtga tutishidi. 4000 yil? Shundoq. Uni qadimki Misrliklar Fir'avn orolining yoki Paris qo'ltig'ining g'arbiga bino qilgan. Bu port ilgari Rakuda deb ataladi. Bu shaharmi Fir'avnlarning qoldiqlaridanmi? Yo'q, faqat mush portlar. Bu shaharga kelsak, u asli odatdagi bir shikor kenti bo'lib, intayin go'zal edi. İskandar Makedonskiy bir qitimliq safarda bu yerni ko'rib, mush yerga o'zining ismi bilan ataladigan bir shahar barpo qilishni qaror qildi. Shuning bilan mush Iskandariya shahri borliqqa kelgan ekan. Qur'onda tilga ilingan buyuk İskandar. Bu qanday qissa? İskandar Zulqarnayn. Bu aniqsiz bir ma'lumot. Shunda, men bu Zulqarnaynni Paris podshohi kurash deb qarayman. Yo'q, u İskandar Makedonskiy. Men sana uni kurash deb aytaman. Tushundingmi? Yo'q, u İskandar. Yo'q, u kurash. Bo'ldi, talashmanglar. Qur'on Karim Zulqarnaynning kimligini va u yashagan davrni aniq aytmagan. Chunki uning qissasida muhim bo'lgani ibrat saboq elish. Men sizlarning nima to'g'risida paranglashayotganinglarni hech tushunmayapman. Bu Zulqarnayn degan kim? Uning qissasi qandoq? Biz port to'xtagan chig'imizda men sana uning qissasini aytib beray. Yalquz chiyi. Choydan keyin men sizlarni dunyodagi eng ta'mli beliq tomoqiga taklif qilay. Beliq? Biz beliq yeyishdan bakli zerikib ketdik. Bu yerdagi beliqlarning ta'mi o'zgacha. Yanada shu dengizning emasmi? Gap uni qandoq pishirishda. Buni sen nima bilading? Balki sen hech nimani bilmaysan. Bo'ldi, qilinglar. Zulqarnayn to'g'risida so'zlab bermamdilar dengizchi buva. Bo'ladi. Zulqarnayn yaxshi bir kishi bo'lib, qadimgi zamonda askariy qo'mondonlarning eng kattasi deb qaraladi ekan. Uning nemishqa Zulqarnayn degan nom berilganligini bilamsizlar? Chunki u zaminning ikki mungizini tutib, zaminda xuddi podachi o'kizining ikki mungizini tutib yetlab mangandek hukm surarmishkan. Sancho Marjon, qanday qaraysan? Meningcha, uning bunday atilishining sababi uning quyoshning ikki mungizi bo'lgan mashriq va mag'rib tarafdagi ittifoqligi. Shundoq qilishganlarning to'g'ri. Zulqarnayn kishilarni Allohni bir deb bilishga chaqirib, ularni isloh qilish uchun yer sharini kezgan ekan. Allah uning zaminda qudrat ato qilgan bo'lib, uni insoniyat ilmlarining sirlarini va jang tadbirlarini beradigan qilgan ekan. Hujumga o'tgan cheg'imda oldi tizimni aytgin. Xo'p, qo'mondon, tushundim. Tenika. O'rtizdek itilib kelmay, tanqonligini saqlashga diqqat qil. Kechirsizlar Zulqarnayn. Battar, o'qib. Xo'p, Zulqarnayn. Xizmatingizga tayyormiz. Lashkarlarni tanqonligini saqlashda va jafoga chidashda qattiq mashq qildiringlar. Ularga yog'ochdan yasalgan taqaylar ustida bu kichik dengizdan o'tishni o'rgatinglar. Bu sinoqbek mushaqqatli emasmi? Men lashkarlarim ichida mag'lub bo'ladiganlarni ko'rishni xohlamayman. Ularni lavuldab kuyayotgan o'tning ichida o'milyalaydigan qilgan. Bosh ustiga qo'mondon. Mashq qilishni eng mukammal ravishda tamomlayolmay turib, orom ilishga bo'lmaydi. Kim charchab ketib yiqilib tushsa, darhol qo'shindan ayrilsin. Kalimda man o'qib. Rahat turinglar. Xush gapsiz, janobiy qo'mondon. Yordorlarning ahvoli qandayroq tebib? Ko'pinchisi yaxshilanayotdi. Bu yerda ikki ish bor. Agar vaqtinglar bo'lsa, bu ishni men sizlarning maslahatinglarga muhtoj. Qo'mondon aytgandan beri bir narsa yemadi. Kasallarning ishini kechiktirgili bo'lmaydi. Avval ularning masalasini hal qilaylik. Bu odam to'xtamay qizyapti. Biz barcha amal bilan uning qizmasini tushirishga tirishib baqdik. Men bu dorilarni sinab baqay.
Ağzını aç qerinişim. Men ishguzay janoblari. Meni ajrdan mahrum qo'ysan. Alloh xolisi shifo topqin. Terlashga boshladi. Bu yaxshilanganligining alomati. Yana bir zaharlik o'qning ishi. Darhol zaharni tatib etishimiz kerak. Janoblari, bu xatarlik. Biroq birdan bir chora mushu. Ay sodigar, men azroq ko'rsatib olmoqchi edim. Menda faqat bir no'ch kumushli bor. Bu go'shtni bekorga beray tog'a. Bekorga? Alloh sana barakat bersin. Zulqarnaynga rahmat aytqin. U adolat va yaxshilikni qanot yaydirdi. Ey Alloh, uning kishilarning xizmatini qilishda sal qarg'an taraflarini mag'firat qil. O'qob, neredesan? Mana men atdigandan beri bir narsa yemedim. Bu tamoq yeydigan vaqt emas. Hozir qo'mondon Zulqarnayn bilan jiddiy yig'ilish bor. Jiddiy yig'ilish? Balkim ko'nglinglarda yerim ko'chida nimishqa bundaq yig'ilgandimiz deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin. Aniqki, dona qo'mondonimizning bir sababi bor. Safarga tayyorlaninglar. Yana boshqa safar? Zaminning ko'pligan joylarini kezib chiqdilar. Menmi bilaman. Zaminning ko'p qismini, hammasini emas. Men kishilarning haqqiga sal qirmaganligimni bilishim uchun zaminning hamma yerini kezib chiqishim kerak. Nimishqa davomli sal qarg'anlikni o'ylaydilar. Shaksizki ilm va zaminda kuchli bo'lish bende uchun bir sinaq. Alloh mening shukr qiladigan yoki qilmaydiganligimni ko'rish uchun meni kuch-quvvat va ilm bilan sinadi. Sizlarning nazarlarda shukrning alomatlari nima ekan? Hech bo'lmaganda vaqtimni kishilarning xizmati bilan o'tkazishim va har joyda shularni Alloh tarafga da'vat qilib, shularning dunyolik ishlariga yordamlashishga tirishdim. Agar xohlasizlar, ahdi yo'lga chiqaylik. Bo'lmaydi, bugun kechlik yo'lga chiqamiz. Men qo'mondon O'qob bilan qo'mondon Battorni va ikkisining lashkarlarini birga ilib olaman. Qolgan lashkarlar mushiyada kishilarni himoya qilib turadi. Tanishinglar, kun petish davlatidagi hurmatli kengash a'zolari. Tinchlikni saqlanglar. Abiniz janoblari, kun petish davlati zaminlarining hammasi bulan-talan o'chirib, ozgina kishilardan boshqalar zaminidan foydalanmayapti. Pakitan bormi? Aç-yalamaç qalgan, zulm o'chirgan, zaminlari va uylar tortib yurgan bechoralardan so'rab baqsizlar. Men kishilarning amilligiga va himoya qilishga mas'ul suhbatim bilan Petro Jarihning bu so'ziga e'tiroz bildiraman hamda hech bir jinoyatning mavjud emasligini ta'kidlayman. Sen Marko janoblariga o'chmanlik qilyapsan, chunki uning mol-mulki seninkidan ko'p. Bu gap to'g'ri bo'lmadi. Men faqat haqni da'vatladim. Petro, kishilarning hissiyotini qo'zg'ab, g'azab ruhini urg'utib qo'yishdan va kun petish mamlakatidagi aholilarning orasida bo'lginchilik silishdan to'xta. Jazoga loyiq janoblari. Biz uni mansibidan ilib etib, bizga davomli o'yt qo'yishdan farqli qilamiz. Bu odamlar nima kasallardek o'ltirdi? Qishinglarda biz va otlarimiz ichkidak suvdam. Suvdan biz usuzlikdan o'layli deb qoldik. Oldilarda ziroatmi yo'q. Undaqda qanday hayot kechiryapsizlar? Cho'ng qachilog'i suv qochini o'lish uchun yomg'ir yig'ishini kutyapmiz janoblari. Nimishqa yerni ko'lab suv chiqarmaysizlar? Suv bu qog'dirab ketgan cho'llikda nima qilsin? Men sizlarga suv chiqarib beray. Sara, bu nima? Qanday qop yurak nemisan? To'xta, Battor. Biz kishilarga aziyat belgili emas, balki yordam belgili keldik. Bu yana qo'lisanglar bo'ladi. Suv chiqdi degan. Ya Alloh, o'zimning ko'zimga ishonmayapti. Biz suvni ustida yashab turib topolmadik. Sizlarga qanday rahmat aytsam? Men rahmat aytishga loyiq emas. Sana yaxshilik ata qilgan zotga shukr qil. Kimni da'vatida? Bizlarni yaratgan,
hamda bizni o'ziga qo'lchilik qilsin va iltifotimga shukr qilsin deb bizlarga ne'matlarni ato qilgan yagona zot Allohdir. Ularning seni o'ltirib etishidan ansirayapman, Petro. Ansirma juvona. Bizga Alloh taqdir qilgandan boshqasi hargiz kelmaydi. Sening Allohga iymon etishing va butlarga cho'qinishni tark etishing kun petishda o'ltirgan nurg'un kishilarning g'azabini qo'zg'ayotdi. Ular bilan ko'rib. Biroq ularning milliy va huquqi bor. Ularning o'zlari bilan o'xshash fikrda bo'lmaganlarga ziyon yetkazishi intayin qulaylik. Cho'ng zulmlar yuz beryapti. Biz buni o'zgartirishimiz lozim. Qanday o'zgartimiz? Ya bizning qoral yaroq va mol-mulkimiz bo'lmasa, uning ustiga kishilarning ko'pincha hukmronlarga xushomat qilishga amroq. To'g'ri deysan. Men bu zaminning adl adolat qoldirishini, bizga biz anglayotgan Zulqarnaynga o'xshash yaxshilikni yaxshi ko'radigan kuchli bir ishining hukmronlik qilishini to'lima orzu qilib. U nada? Biz nada? Biz bo'lsak yiroq kun petishda turyapmiz. Aramizda bir qancha oy vaqt ketgudek musofi bor. Uningdan biz uning zaminiga qochib qolsak qulaylik. Ey Allah, yalğız sana hamd etdim. Yalğız sana şükür etdim. Biz sizlarning ketishlarni xohlamaymiz, janoblari. Bizning vazifamiz oxirlashdi. Yana bir qancha kun biz bilan birga tursanglar-chi, ha? Bu qo'mondan Zulqarnaynning qarori. Biz sizlarning biz bilan qilib qilishlarni xohlaymiz, begim. Tur birodar. Allohdan boshqasiga egilma. Endi sizlarni quduqlarni ko'lab, cho'lda ziroat terishni o'rganib oldinglar. Bir qancha yildan keyin bolalaringlarni beqishinglar uchun zamininglarda xurmo daraxtlari unib chiqadi. Shunga Allohga duo qilib, uningga shukr qilaman. Endi nega boramiz, begim? Kun petishga. Zulqarnaynning qo'shini shahar qo'qida turdi. Shunga keskin bir qarorga kelinglar. Can qilimiz, ilishimiz. Ey halayır, to'xtab turinglar. Biz nimishqa Zulqarnaynga qarshi jang qilamiz. Zulqarnayn kirgan zaminni egallab olmaydigan yaxshi. Shunda odil kishi tursa. Bu jangda kichik bolalarimizning nima gunohi bor? Sizlar xiyonatchilar. G'ozilarning cho'moqchilari. Ularni o'ldirib etimiz mujonoblari. Hozir emas. Zulqarnayn va uning lashkarlari taqobil turib, ularni bo'ysundirib bo'lgandan keyin xiyonatchilarni jazolaymiz. Sizlar Zulqarnaynning lashkarlariga tamkinlaydiganligimizga ishonch qila olamsizlar? Ishonamanki. Nimish, yaqinroq bu. Bu bir musibat. Bu dushman qo'shinlari. Ay xaloyiq. Men tajovuz qilib, vaslarning zamininglarni ta'ma qilib kelmadim. Faqatla yaxshilik va adolat barpo qilg'ili keldim. Sizlarning fikringlar qanday? Bu masalaga fikr muhtoj emas. Taslim bo'lamiz. Ey qo'mondan, bizning oltinlarimizdan, zaminimizdan va qullarimizdan xolig'ini ilib, bizni hayot qoldirgan. Biz bularni qanday qilsak bo'lar? To'xtab tur. Ularning ahvoliga qarab boqay. Qanday baqa u bizni o'ldirib etadi. So'qim o'ldirib etdi. Xuddi biz dushmanlarimizga qilgandek. Hammasi oxirlashdi. Sizlarning gunohinglar tufayli hammamiz jazolanadigan bo'ldik. Asirlarni qanday qilamiz? Albatta qo'mondanning fikrini kutimizda. Lekin qo'mondan hozir aldirash tursa, uning bilan nima karam? U yolg'iz Rabbiga tasbih etyotdi. Quyoshmi chiqay deb qoldi. Qaranglar. Quyoshning yuzi xuddi tinch okeanga yamuray deb qolgan yumaloq o't portlash chiqyapti. Men qo'mondanimizning shoirligini uqlaydi ekanman. U hozir faqat askariy qo'mondanlar emas, balki quyoshning petayotgan chog'dagi go'zal manzara haqida o'ylanayotgan obid. Mushundaq mahfur bo'lgan Alloh pasturki, quyosh har kuni petayotganiga qaramay, har kuni o'zgarib turadi ekan. Bu Allohning nima degan katta mo'jizasi. Asirlarni qanday bartaraf qilamiz, janoblari? Zolimlar bu dunyoda tegishli jazosini tetishi va boshqalarga ibrat bo'lishi uchun ularni jazolaymiz. Alloh qiyomat kuni ularni eng qattiq azob bilan azoblaydi. Bu odamlarning hammasi yomon odamlar edi. Shunga hammasini jazoladik. Yo'q, yaxshilar va ojizlarning gunohi yo'q. Biroq ular zulmga sukut qilgan janoblari. Ularning sukut qilmoqdan boshqa amali yo'q. Ular har qancha qismi qarshilik ko'rsatmaydi. Unda ularni kechirim qilamizmi?
faqat bo'la emas. Biz ular chekkan jabr zulmning badiliga yaxshi so'zlarni qilib, ularni xushal qilamiz. Meni zaminda hukmron qilgan, menga g'albining yo'llarini ko'rsatib bergan va adolat bilan hukmronlik yurgizishni ilhom qilgan Allohga hamd sanolar. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. Zulqarnaynni aşı kişilerge hükümran qılğını kim? Onun leşkerleri mi yoki aşı kişiler onu özürge hükümran qılğan mı? Her ikkalisi emas. Allah Taala Zulqarnaynni hükümran bo'lishga buyurgan va uning ularni jazolash yoki yaxshilik qilish o'rtasida ixtiyorlik bergan ekan. U zolimlarni jazolashni tanlabdi. Mu'minlarga bo'lsa, yaxshilik qilishni. Mana bu uning adolat bilan hukm qilganligidir. Zulqarnayn adolat bilan hukm qilgachqa butun mamlakatning ishi iziga tushgan. Uningdan keyin nima ishlar yuz beribdi? Bu chog'da Zulqarnayn o'zining bu yerdagi vazifasining tamomlanganligini his qilib, Alloh yo'lida safar qilishga otlanibdi. Qayerga beribdi? Nima ish qildi? Sen bizga mezilik beliq tomiqini va'da qilmaganmiding? Avval qizalnayli, ondan keyin sizlarga Zulqarnaynga nima ishlar bo'lganligini aytib beray. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن يا رب نور بالكتاب قلوبنا يا رب عطر بالكتاب لساني سبحان الله 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 كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرأي